Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ismim Sirojiddin. Savdom Uz kanali asoschisi hamda 7-qavat va Savdom Uz kanallarini reklamasi bilan shug'ullanadigan reklama mutaxassisiman. Bugun sizlarga qilmoqchi bo'lgan videoyimdan maqsad realtorlik hamda reklama agentligini farqini aytib bermoqchiman. Realtorlik bilan reklama agentligining farqi, misol uchun reklamaga agentligiga borib uyim reklama qilib berdi. Siz ma'lum bir summani aytib professionalni qilib reklama qilib berishadi. Haqiqatda reklama qilib, montaj qilib, uni ssenariylarini yozib, xullas marketing tomonlama konkretni yondoshadi. Bu tomonlama gap yo'q. Lekin realtorlikda farqi, realtorlikda mijoz misol uchun chaqiryapti realtorni uyiga, ko'ring, baholab berib reklama qilib bering. Realtor boradi, uyning holatini, atrof muhitini o'rganib turib, shunga qarab narx chiqarib beradi. O'sha narxdan oshig'indagi, misol uchun 40 ming baholagan uyini mijoz mani uyim 50 ming deydigan bo'lsa, yo'q, sizni uyingiz bugungi holatda, bugungi kunni narxida holatidan kelib chiqib 40 ming, undan oshig'iga to'g'ri kelmaydi deydi va reklama qilib bermaydi. Reklama agentligi bo'lsa, reklama xizmatini oladi, uni aybi yo'q, chunki narx-navoni bilmaydi rostda. Klient misol uchun 40 mingligini 50 ming deb turib bergan taqdirda olib reklama qilib o'sha narxda qo'yib beraveradi. Keyin mana bu oluvchi odamga jabr bo'ladi, chunki u narx-navoni tushunmaydi. Yana bitta narsani aytib o'taman, realtorlikda faqat narxini balansda ushlab turishda, sun'iy narxni oshib ketishligida saqlab turish uchun emas, boshqa tomonlama ham realtorlikda foydasi bor. Ya'ni hujjatlarda qanaqadir tushunmovchilik bo'lsa va yoki yugur bo'ladigan bo'lsa, bunda realtor yordamlashadi, ko'maklashadi. Sizga hujjatlarni tayyorlashda, qayerga murojaat qilishda, hammasida ko'maklashib yordam berib turadi. Reklama agentligi bo'lsa, shunchaki reklamasini qiladi, ketadi. Realtor reklama qilib beradi. Oluvchi mijoz bo'ladigan bo'lsa, uni olib boradi, ko'rsatadi, maqtaydi va ikki tomonlama xullas yugurlar bo'ladigan bo'lsa, ularni qiladi. Hujjatlarida eng muhimi hujjatlarda yordam beradi. Sizni mashinalar aldab ketib qolishligidan ushlab turadi, yordam beradi. Mana shu tomonlama realtorda foydasi juda ham katta asqotadi. Ham butun xalqqa foydali bo'lgan, narx-navoni sun'iy oshib ketishligidan saqlab turadi. Shu realtorlik bilan reklama agentligini qisqa va lo'nda tushunchasi. Agar to'lig'ini eshitmoqchi bo'lsalaring, realtorlik o'zi nimadan kelib chiqqanligini, buni men YouTube'ga joylayman uzunroq qilib, o'shanda ko'rib baho beraverasizlar. Uni yaqin orada men sizlarga e'lon qilaman. Hozircha mana shuni aytib o'tmoqchi edim. Realtorlikda faqat shunchaki 2% pulini olib, bo'ldi, shu bilan yo'q qoladi. Shunchaki uyga ko'rsatgan olib keladi, olib ketadi, bo'ldi, shunga shuna pul olyapti deb o'ylaydigan obunachilarga yoki mijozlarga mana shu ma'lumotlarda aytib o'tyapmanki, realtorlar shunaqangi ekan degan tushunchalarini to'g'rilasinlar. Ya'ni realtor haqiqatdan ham mehnat qiladi va javobgarlikning katta qismini bo'yniga oladi. Chunki sizni uyingiz olyapsizda, u mashinani holati bilan kelib chiqib qanaqadir muammo bo'lsa, o'rtada turgan odam realtor javob beradi. O'shaning uchun ham narx-navoni balansini ushlab turgani, ham reklama qilib bergani, ham to'g'ri baholab bergani, hujjatlarda yordam bergani, shuncha tomonlama turib bergandan keyin o'sha xizmati uchun u 2% pul oladi. Shunaqa gaplar obunachilar, videoyimizga izohlarda yozib qoldiring, fikrlaringizni, kamchiliklarni yoki videoyimizda qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, nimanidir aytib o'tmagan bo'lsa, yozib ketishingiz mumkin va like bosib qo'llab-quvvatlashingiz ham mumkin. Obuna bo'lib qo'ying, yaqinda yana ham yangiliklarimiz bor. Ularni bitta-bitta qo'yib chiqamiz, xudo xolasa.